Abdulla Qahhor. Ayb kimda? Hamroyev kechki ovqatdan keyin birpas cho'zilmoqchi bo'lgan edi. To'g'ri kelmadi. Narigi uy to'polon. Bolalar bir-birini yostiq bilan urib o'ynab yotibdi. Soat 8:30da majlisga borish ham kerak. Kecha Hamdam ota-onalar majlisi bo'lishi to'g'risida maktabidan qog'oz olib kelgan. Hamroyev hech qachon majlisga borgan emas. Ammo fursati bo'lganda bir tayyorlanib bormoqchi va bola tarbiyalashni bilmagan yoki bu ishga sovuq qaragan o'qituvchilarni uyaltirmoqchi edi. Bu niyat uning xotini Sobiraxonga juda ma'qul bo'ldi. Gapiring, izza qiling. Bolalar maktabda o'qib qayta bevosh bo'lib ketyapti. Siz uyda yo'q vaqtlarda Hamdamingizning dastidan menga kun yo'q. Ilgarilar urib yengar edim. Endi uray desam qochib tomga chiqib ketadi. Tomda turib menga tilini ko'rsatadi. Hamroyev qo'yin daftariga nimalarnidir yozdi. Xo'sh, tag'in nimalar qiladi? Tag'in ursam baribir og'rimaydi deb xir-xir kuladi. Ha, aytgancha, 1 yildan beri biron marta aya deganini eshitganim yo'q. Hamisha Turondod deydi. Hamroyev kulib yubordi. Bu laqabni Sobiraxonga o'tgan yili bayramda birovnikiga mehmon bo'lib borishganida o'zi qo'ygan va shu bilan hammani kuldirgan edi. Turondod deydimi? Lekin buni majlisda gapirib bo'lmaydi, chunki lekin bir tomondan gapirilsa ham bo'ladi. Bola degan kattalarning gapini gapirmasligi kerak. Albatta. Maktabda shunaqa narsalarni o'rgatmasa, nimani o'rgatadi? Quruq ilm bilan bola bo'lar ekanmi? Hamroyev Sobiraxonning shikoyatlarini, gazetalarda o'qigan, odamlardan eshitgan tarbiyaga doir gaplarni yozib qo'yib, daftarini to'ldirdi. Keyin bularning hammasidan xulosa chiqardi. Men biror qog'ozga o'qimasdan qo'l qo'ysam, sen biron ko'ylakning yoqasini qiyshiq qadab qo'ysang, ishga sovuqqonlik bilan qaraganimiz uchun javobgar bo'lamiz. Nima uchun bola tarbiyasiga sovuqqonlik bilan qaragan o'qituvchiga qonun yo'q? Qani, chaqir bu yoqqa Hamdamni. Narigi uydan uvadasi chiqib ketgan yostiqni ko'tarib, Hamdam chiqdi. O'tir bu yoqqa. Xo'sh, sen nima uchun ko'cha bolalariga o'xshab axloqsizlik qilyapsan? Hamdam yostiqni kursiga qo'yib, ustiga o'tirdi va onasiga qaradi. Nima qildim? Men so'rayotibman. Menga qara. Nima qilganingni bilmaysanmi? Nima uchun oying urganda ham mayli, bu ham mayli. Nima uchun oyingni aya demay? Yo'q, nima uchun tomda turib ayangga umuman tomlarda yurar emishsan? Yer ko'tarmayaptimi? Maktabda senga shuni ta'lim beradimi? Qani daftarlaring? Hamdam ayasiga qaradi. Qachon men tomda yuribman? Yo'q, tomni qo'y. Menga daftarlaringni ko'rsat. Bu yil o'qish boshlangandan beri nechta a'lo baho olding? Bitta ham yomon baho olganim yo'q. Mana. Hamroyev daftarlarini varaqlay boshladi. Xo'p, hozir ko'ramiz. Yaxshi, o'rta. Qani a'lo? Ruschadan nima uchun yaxshi? A'lo o'qisam ham o'qituvchimiz yaxshi qo'yadi. A'lodan ko'ra yaxshi deydi. Ha, hali siz yolg'on gapirishni ham bilasizmi? Qani beriroq kel, ko'zimga qara. Yaxshi deydimi? Hamdam yolg'on gapirishning bunday oqibatini umrida birinchi ko'rishi edi. Yig'lab yubordi. Menga qara deyapman. Kim o'rgatdi senga yolg'on gapirishni? Qaysi domlang? Sobiraxon aralashdi. Qo'ying endi, minbat yolg'on gapirmaydi. Voy tavba, ruschadan nega yaxshi? Baloday gapirardi shekilli-ku. Hamroyev Hamdamning qulog'idan cho'zib, o'ziga qaratdi. Yana yolg'on gapirasanmi?
Bundan keyin yolg'on gapiradigan bo'lsang, bilib qo'y, men oyingga o'xshab og'rimaydigan qilib urmayman-a? Shu yolg'on gapingdan keyin ruschadan yaxshi olganingga ham ishonmayman. Qani? Xo'sh, masalan, choynakning qopqog'ini ruschada nima deydi? Samovarning jo'mragini nima deydi? Hamdam ikkovini ham bilmadi va yig'laganicha narigi uyga kirib ketdi. Hamroyev qo'yin daftarini olib, nimalarnidir o'chirdi, yana nimalarnidir yozdi. "Yo'q", dedi daftarini cho'ntagiga solib. "Bu ishga jiddiy qarash kerak. Shunday bo'lgandan keyin majlisga jiddiy tayyorgarlik ko'rib borilmasa bo'lmaydi. Tarbiyaga doir kitob ko'p." "Soat 8 bo'ldi", dedi Sobiraxon. Hamroyev o'ylanib qoldi. Borsa, albatta gapirish kerak. Gapirmaydigan bo'lsa, borishning keragi yo'q. So'zga chiqqanda gapni nimadan boshlaydi, nima to'g'risida gapiradi va qanday xulosa chiqaradi? Yo'q, bu xilda borishdan foyda yo'q. Turandot, bu safarcha siz boring. Men yanagi safar jiddiy tayyorgarlik ko'rib boraman, dedi. Qo'ysangizchi, umrimda bormagan joyimga qanaqa qilib boraman? Mening borishimdan nima foyda? Foyda bo'lmasa ziyoni ham yo'q-ku. Er-xotin foyda ziyon to'g'risida tortishib, soatni 8:30 qilishdi. Hamdam chiqdi. "Nima qilib o'tiribsizlar? Direktor juda tayinlagan edi. Xatni topshirmagandirsan deb ertaga meni urishadi." "Oying bormaydi. Borishidan foyda ham yo'q. Men yanagi safar boraman." "Mudir so'rasa shunaqa deymanmi?" "Nega? Kap-katta bo'lib shunga ham vaj topolmaysanmi? Dadam ishdan kech keldi, oyim betob yotibdi degin." Hamdam dadasiga qaraganicha uzoq turib qoldi. U ertaga xuddi shunday dedi. Pora. Ertak. Bir poraxo'r amaldor amalidan tushib g'alati dardga yo'liqdi. Uning tomog'i kundan kun torayib boraverdi. 40 tosh tevarak atrofda uni ko'rib dori bermagan doktor qolmadi. Ichi aptekaga aylanib ketdi. Uni boqmagan tabib ham qolmadi. Yantoqning gulidan tortib, kaltakesakning dumigacha quritib kappa otishdi. O'qimagan duoxon, rom ochmagan folbin qolmadi. Kichik hamyon bo'shab, katta hamyonga qo'l ketdi. Bo'lmadi. Dard borgan sari kuchayib, tomog'idan hatto suv ham o'tmay, og'ziga paxta bilan tomchi ezilgan suv burnidan keladigan bo'lib qoldi. Kun o'tdi, hafta o'tdi. Nihoyat amaldor shiftga qarab yotganicha 1-2 iyak qoqdi-yu jon berdi. Porani pul, maqtov, ziyofat, xushomad, mebel, ov miltig'i, kiyik, zotli it, yog'och, bo'yoq, tilla soat, etik va boshqa 1001 shaklda olaverib berish degan so'zni esidan chiqarib yuborgan amaldor xuddi berganiga hayron bo'lganday og'zini, ko'zlarini katta ochganicha qoldi. Uning hayratdan ochiq qolgan og'iz va ko'zlarini yog'uvchi taxtada yumdi. Taxta, kafan, tobut, go'r. Murda lahatga qo'yilib, go'rga tuproq tortilayotgan vaqtda taomilga ko'ra kimdir xaloyiqqa yuzlanib, "Hoy yaxshilar, marhum qandoq odam edi", dedi. Hech kimdan sado chiqmadi. Shunda marhumdan ko'p aziyat chekkan bir kishi "Poraxo'r edi", deb yubordi. Shu choq qabrga tortilayotgan tuproq birdan to'zib, ko'kka ko'tarildi-yu, uning ostidan boyagi murda kafanini sudrab, og'zini, ko'zlarini katta-katta ochib chiqib keldi. Hamma tumtaraqay bo'lib qoldi. Boyagi poraxo'r degan kishi qocha olmay turib qoldi. Murda to'g'ri o'shaning oldiga kelib,
Nima? Pora? Qani pora? Dedi. U kishi shoshib u yoq bu yoqqa qaradi. Qarasa, 5-6 odam narida bir kirpi yotibdi. Yugurib borib kirpini oldi-yu, "Mana pora, mana" deb 2 qo'llab murdaga tutdi. Murda kirpini shoshib oldi. Qaltiragan qo'llari bilan og'ziga eltib, ko'pdan beri pora o'tmay bitib ketgan tomog'ini ochish, kattaroq ochish uchun kirpini teskari yutdi. Falonchiga pora deb bersang, tirik kirpini teskari yutadi degan gap mana shundan qolgan. San'atkor. Konsert odatdagicha navbatdagi nomerimizda "Kelganlaringga rahmat o'rtoqlar" bilan tamom bo'ldi. Nomi chiqqan ashulachi san'atkordan boshqa hamma xursand bo'lib tarqaldi. San'atkor tajayn edi. Tanaffus vaqtida zalga chiqqan edi. Bir traktorchi uni savodsizlikda aybladi. Traktorchi tanqid qilganiga san'atkor asti chiday olmas edi. Traktor qayoqda-yu, masalan, chorzarb qayoqda? Traktorchi qayoqda-yu, ashulachi qayoqda? San'atkor uyiga ketgani izvoshga o'tirganida yana tutaqib ketdi. Hech bo'lmasa aytadigan ashulangni o'rgan, so'zlaringni to'g'ri ayt emisha. Nimasini bilmayman. Nimasi to'g'ri emas. Meni shu vaqtgacha muxbirlar, yozuvchilar ham tanqid qilgan emas. Formalizm, naturalizmlardan o'tdim. Hech kim atvod bergani yo'q. Atvod berish qayoqda? Hech kim meni og'ziga ham olmadi. Endi bir traktorchi tanqid qilar emish. San'atkor izvoshchini hayron qoldirib, o'zidan o'zi g'o'ldirab borar edi. Uyda xizmatchi ovqat qilib qo'ygan ekan, san'atkorning tomog'idan hech narsa o'tmadi. 2 piyola choy ichdi xolos. Unga turib nash'a qilar edi. Ashulani Mixaylistik aytar emishman. Tovushim yomon bo'lsa, nega plastinkaga oldi? Tanqid deganiga endi bu kishining ham tanqid qilishlari kelib qopti-da. Amali traktorchi. Obbo. O'qishga bordingizmi? Dedi xizmatchiga qovog'ini solib. Bordim. Xizmatchi 2 haftadan beri savod maktabida o'qir edi. Xizmatchisi savod maktabida o'qiyotgan bir kishini traktorchi savodsiz desa alam qilmaydimi? Dedi san'atkor o'zicha bo'g'ilib. Labingdan bo'lsa olsam, shakarlab deganim u kishiga yoqmabdi. Bo'lsa emas, bo'sa emish. O'zi bilmaydi-yu, menga o'rgatganiga kuyaman. Senga o'xshagan savodsizlar bo'sa, bo'lmasa deydi. Artist kulturniy odam. Gapni adabiy qilib aytadi. Bo'lsa, bo'lmasa deydi. Pajarni gugurtni yerga tashlamang dedi. Rejissyorimiz esa gugurtning yerga tashamang dedi. Qanday chiroylik. Pajarniymi, pajarningmi? Shoshma. Nima uchun pajarni? Pajarni albatta. Rejissyorimiz juda kulturniy odam. Odam degan mana shunday bo'lsa, urushsa ham xafa bo'lmaydi kishi. 2 gapning birida ta'bir joiz ko'rilsa deb turadi. Bu traktorchi menga shuncha dashnom berib, ko'ngil uchun bir marta ta'bir joiz ko'rilsa demadi-ya. Xizmatchi daftar qalam keltirib san'atkorning oldiga qo'ydi. J ning kattasi qanday yozilar edi? Domlamiz bir kuni ko'rsatgan edi, esimda qolmabdi. San'atkorning jahli chiqdi. Endi J ga keldingizmi? Barjom deganda yoziladi. Kechagi barjom og'zi ochiq qolibdi. Gazi chiqqandan keyin 1 pulga qimmat. Siz ham dunyoga kelib kulturniy bo'lsangiz-chi? Burningiz teriladi, arting. Ta'bir joiz ko'rilsa. San'atkor o'rnidan turib yotoqqa kirib ketdi. Yotasizmi? Dedi xizmatchi narigi uydan. Nima edi? J ning kattasini ko'rsatib bermadingiz. Ertaga domla so'raydigan edilar. Qanaqa yoziladi? Kichigini yozib
qattiqroq o'qing. San'atkor yechinib ko'rpaga kirdi. Xizmatchi chiroqni o'chirib chiqdi. San'atkor ko'zini yumdi. Ko'ziga g'ira-shira qorong'i zaldagi son sanoqsiz kallalar ko'rindi. Bular ichida eng kattasi traktorchining kallasi. U iljayar edi. Afting qursin, dedi san'atkor va narigi yonboshiga ag'darildi. Haliyam o'tmay uyquga ketib, xurrak yotdi. Uning xurragi ham nechukdir adabiyroq edi. Puluq qumpir qilar edi faqat.